Assalomu alaykum. So'nggi vaqtlarda aholi o'rtasida ichimlik suvi to'lovi bilan bog'liq turli savollar va tushunmovchiliklar yuzaga kelayotgani kuzatilmoqda. Xususan, ichimlik suvi oldindan to'lov tartibi va me'yorlari xususida murojaatlar bo'layotgani buning yaqqol misolidir. Iste'molchilarda uchrayotgan holatlardan biri bu bir necha oy oldindan suvga to'lov qilib, oradan ancha vaqt o'tgandan so'ng nega menga boshqa narxda hisob-kitob qilinmoqda degan savoldir. Ya'ni iste'molchilar oldindan to'lov asnosida 500 yoki 1000 metr kub suvni mo'ljal qilib pul to'laydilar. Oradan o'tgan vaqtda esa narx-navo o'zgarish natijasida ta'minotchi korxona ichimlik suvi ko'rsatilgan xizmat uchun to'lovlarni yangi narxlarga asosan hisob-kitob qiladi. Xo'sh, bunday tartib qaysi me'yoriy hujjatlarga asoslanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 15-iyuldagi kommunal xizmat ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorining 108-bandiga asosan oldindan to'langan to'lovlar muddati o'tgandan so'ng yangi tariflarda hisoblanadi. Ushbu qarorga asosan barcha guruh iste'molchilar hisobga olish priborlari, ya'ni hisoblagichlar mavjud bo'lganda, ichimlik suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmati uchun oxirgi 3 oyning o'rtacha sarfidan kelib chiqib, shuningdek, hisobga olish priborlari bo'lmaganda esa iste'mol normasi bo'yicha keyingi oy uchun oyning har 10-sanasiga qadar 100% oldindan haq to'lashlari talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 19-avgustdagi ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 517-sonli qaroriga asosan birinchi guruh iste'molchilari, ya'ni aholi iste'molchilari avans tariqasida kommunal xizmatlar uchun 2 oydan ko'p bo'lmagan muddatga to'lovlarni avvaldan amalga oshirib qo'ygan bo'lsalar, ular shu vaqt mobaynida tariflarning o'zgarishi tufayli to'lanadigan qo'shimcha to'lovlardan ozod etiladilar. Albatta, ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari uchun tariflar o'zgarganda ommaviy axborot vositalari orqali 15 kun avval xabar beriladi. Endilikda iste'molchilar oldindan to'lov qilsalar, 2 oy eski tarifda hisob-kitob qilinadi. 2 oydan so'ng esa yangi tariflarda hisob-kitob amalga oshiriladi. Raqamli texnologiyalar rivojlangan ayni kunda har bir iste'molchi boshqa kommunal xizmatlar qatori ichimlik suvi to'lovi bilan bog'liq balanslarni onlayn tarzda shaxsiy kabinet platformasi orqali kuzatib borishlari va qanday hisob-kitoblar amalga oshirilayotgani haqida ma'lumot olishlari mumkin. Bundan tashqari, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini kiritib borishlari imkoniyati yaratilgan. Ana shu imkoniyatlardan har birimiz samarali foydalansak, yuqoridagi kabi savollar va tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.